Bundan 3 yil ilgari ro'parasi 31-dekabr sanasida Uyg'ur millatiga mansub Safiya xola ushbu saxovat uyiga olib kelinadi va aynan mana bu xonaga joylashtiriladi. Bugun yolg'iz ayolning xonasi o'zgargan, ya'ni ular bu yerdan nafaqat mehrni, balki o'z juftini ham topgan. Ay gülayim, anaga barimiz canım, nima qilamiz gülayim. Bitta Uyg'ur qizimiz siz. Hamma xotinlarning ichida chiroylig'isiz deb qo'yadi. Farzandlik bo'lamay 30 yil. Ana men yolg'iz qolib qoldim. Gaz yo'q, o'tin ko'mir yoqamay yig'lab o'tirsam, hokimiyatdan bir bola paydo bo'lib qoldi mahallamizga. Dokumentlarimni to'g'rilab o'zab keldim eşek. Kakrat yangilikini keldik. Allah'a şükür juda yaxshi kutib oldi. Ovqatlarimiz juda yaxshi. Safiya momo 82 yoshda. Tabiatan xushchaqchaq, ko'ngli yoshamol bu onaxonning jismi qarigan, xolos o'tmishidagi achchiq xotiralar bilan yashamaydi. Shu sababdan bo'lsa kerak, saxovat uyiga kelin bo'lib kelgandek go'yo. Bu yerda ko'rganda birsini yaxshi ko'rdim men. Yaxshi ko'rib 3 yil o kishi bilan gaplashib yurdim. Ana direktorimiz bilib, anandakin bu yaxshi ko'rgan odamim aytgan ekan, menga shu qizni olib bering. Voy sizdan kattaroq desa, mayli katta bo'lsa ham olaveraman. Men payg'ambarimning ummidim. Payg'ambarimiz ham o'zidan katta xotin olgan ekan deb, lekin mashhurda to'xtasin deydigan rais balig'i direktorimiz o'zi to'y qilmadi. To'xtasin otani aynan lavhamiz qahramoniga ko'ngil qo'ygani bejizga emas, onaxonning sho'x va quvnoqligi o'ziga tortgan. To'xtasin ota kampirni juda rashkchiligini ham yashirmadi. Voy yomon rashkchi bu. Mana u bo'lsalarimizdan ham rashk ko'radi, kirib qolsa. Ha, ochig'im keladi. Ammo buningga yaqingan bir yerda kampir yo'q. Meningdan boshqa hech kim yo'q. Gaplari shirin. Ko'p gapiradi, hali odamni o'ziga tortadi-da. Tog'amga ham qo'shiqlar aytib berasizmi o'ziga? Tog'amga ham aytib beraman, gulayimlarni o'ynab beraman. O'zi ham o'ynamga oshiq. Payg'ambarlarimiz ham o'zidan 20 yosh kattaga uylangan. Ashuni singari haligi sharoitimiz anaqaga to'g'ri keladi deb biz ham ko'ngil qo'yishib, mana shu turmush qurdik. Kasal bo'lib qolsa nima qilasiz? Kasal bo'lib qolganda qordan boshlarini silab, o'zini silab Allohdan so'rab